Assalamu alaykum aziz qarindoshlar. Bugun 2024-yili 10-ayning 19 kuni shanba. Men Amerikaning Los Angeles shahrida yashaydigan Erkin Sidiq 2 haftada bir qatim qiladigan video naq maydoniga chiqishim hozir. Bu hafta xabarlar mazmuni sal ko'p. Menimcha hozirgi eng muhim ishlarniki birisi kelar hafta Bosniyada açıldıgan Dünya Uyghur Kurultayı'nın 8. kurultayı. Bu qatimki kurultayda yeniden saylan bulup bir yeni rehberlik grupisi vücutga keldi. Hazır şundan burun chet ellik Uyg'urlar ichida hali nurg'un g'ulg'ulalar bo'ldi. Bo'libmi shu raislikka kandidat o'zini nomzod qilib ko'rsatish ishida ishlar sal biz o'ylagandek bo'lmay qoldi. Aşta bu aşka hazırca namzat fakat bir Germaniyadaki septişimiz, kardeşimiz Turguncan Alavud'un fakat bir adam aslında bundan köp çıkıdı da paraz kalgan burun. Lekin ahval ondak bomba kap kaldı. Aşta bu aşka çetelde nurgun gulgulu bulup gitti. Bu kıtımki kurultaydan burun mağamu xali köp kıtım teklifler kelgen. Bulup mu Amdi bu qatim cho'nglarniki orqa safga o'tib yoshlarni chiqarish ashta takliflar keldi. Menga bir qancha kishi agar sizlar cho'nglar tushmasanglar yoshlar chiqolmaymiz degan gaplarni dedi. Aslida men bu qatimki o'zini nomzod ko'rsatish ishida zo'r qizg'inlik bilan nurg'un kishilar o'zini shunaqa ko'rsatdi deb ashta paraz qilgan. 1998-yili Amerikada Amerika Uyghur Birleşmesi'ndeki tunji qatımlıq yig'in açılgan. Bunun da jami 9 direktorlarını saylab chiqmoqchi edi shu chaqda. Lekin 27 adam o'zini ko'rsatib 9 o'ringa nihoyatda qattiq raqobat bo'lib ketgan. Aslida men yaqinqi Uyg'urlarniki beshigan fojia, hozirgi xalqaro yuzlanish shu ahvollarga qarab bu qatimki Dünya Uyghur Kurultayı'niki shu saylam ishida köplügen yaşlar oturup çıkıp özünü reislikке ve başka orunlarga namzatlıkka köstü dep oylagan. Ahval undaq bolmaydı. Hazır şimdi bunu da qandaqtı hazırki Dünya Uyghur Kurultayı'niki rehberlik grupsının içinde saklangan mesele o dep oylamayman men. Yaqinqi 10 yılın mabayında hazırki Dünya Uyghur Kurultayı'niki rehberlik grupusidagilar bir sağlam sistemini vücutga keltirib bunda keyingi izbosarlarni shu sistem orqali o'tirib chiqarish mushtaq bir yo'lni tutgan. Bu yerdagi bir muhim muqim bir tashkilotniki qanday minishi bir odamga bog'liq bo'lib qolsa yaxshi bo'lmaydi. Shu sistemni obdan qurib, mayli kim chiqsin bu tashkilot uzun muddatchilik taraqqiy qilib, rivojlanib mang'alagan bo'lish qilish endi bu bir Dünya Uyghur Kurultayı'niki nishonati. Bu ish ashta kelgan hozir qadar. Lekin bu qatim nisal yaxshi bo'lmay qoldi. Endi hozir ko'plagan kishilarning ko'nglida andishi bor. Turgunjon Alavudin qarindishimiz chiqsa qanday bo'lib ketadi degan. Bu butunlay hojatsiz. Sababi nima degan chog'da haqiqatan bu qatim hozirga qadar Dünya Uyghur Kurultayı'da xizmat ishlab kelgan yosh cho'nglarning nurg'unlari bu qatim chekinadi endi. Shuning bilan bular yo'qolib ketmaydi. Biz hammamiz bor. Bu xizmat ishlaganlarning hammamiz bor. Zürür bo'lgan chaqda biz yenilam o'tirg'i tushib yordam qilamiz. Uning ustiga Dünya Uyghur Kurultayı'niki xizmatining qanday bo'lishi faqat bir odamga bog'liq emas. Shuni qarab bo'lgan ish emas bu. Bir guruh bor, bir guruh odamlar qildi. Hamda Turgunjon Alavudin qarindishimizmi uzun muddat o'ziniki barlig'ini atab millat shuni xizmat qilgan, o'zini tutib olgan nima pishib yetilgan bir inqilobchi bu. Ashta bu boshqa Dünya Uyghur Kurultayı'niki bundaki xizmatlariniki yaxshi menishiga kapolat qila oladi deb o'ylayman men. Shu bu jihatda hozircha ko'p andish qilib ketishning hojati yo'q. Men bu qatimki qurultayga boramaydigan bo'ldim. Aslida berishni burundan tartiblam 3-4 oy burun planlab biletlarni yeb bo'lgan. Lekin yaqinqi xizmat ahvoli buni yo'l qo'ymadi. 9 ayda 10 kun so'rab
İstanbul'da 20 degan faoliyatni qilish uchun İstanbulga berib keldim. Bu qatim qurultayga eng kam 4 kun so'rmasam bo'lmaydi ishdan. Xabarlarda bor men turadigan yerni Yevropaga berish uchun 10 soat vaqt ketadi. Turkiyaga 13 soat, Qag'ayalarga 12 soat degandek. Hatta bu boshqa payshanba kuni yetib berish uchun chorshanba kuni yo'lga chiqishim kerak. Yig'in juma, shanba, yakshanba 3 kun. Andaki qaytib kelish uchun dushanba kuni yana bir kun vaqt ketadi. Ashundan jami 4 kun so'rmasam bo'lmaydi. Bilatni shunday olgan. Lekin bu qatim ruxsat olmay qoldim. Shuning bilan men bu qatim yig'inga boramayman. Uyga kelgan qarindoshlar bilan ko'rishamayman. Shunga bu yerda bir askartib qo'ydim. Shuning bilan qisqasi bu qatimki saylam dunyo hukumati ishlaridan umidsizlanish, ansirash hojatsiz. İşlerimiz hozir bir mukammal sistema bo'lgani uchun burunqidek lamkin yine yaxshi mengayverdi deb o'ylayman. Bu jihatda qarindoshlar bak ko'p g'am qilib ketmasin bo'ldi. Endi Uyg'urlarning xabarlaridan yana necha muhim xabarlar bor. Bo'libmi yaqinqi vaqtlarda chet eldagi Uyg'ur yoshlari ichida isil ishlar bo'ldi. Ularniki birisi oldingi yakshanba va dushanba kuni İstanbulda elib berilgan tugum san'at gruppasiniki ko'rgazmasi. Uyg'ur Project Fondiniki tarmog'idagi Uyg'ur axborot markazi bu vaqtda bir video ishlab tarqatdik. Ehtimol bu videoni ko'rdinglar. Bu faoliyat men hozir qadar ko'rgan chet eldagi yashanli faoliyatning ichida bir yuqori sifatli isli faoliyat bo'ldi deb o'ylayman. Men o'tgan oyda İstanbulga borgan chog'da shu ishlarni qilayotgan 8 yoshlarniki 4 bilan ko'rishib ular ahvollarini aytdi, iqtisodiy qiyinchilikqa bog'lig'ini aytdi. Andan men shu qaytib kelgandan keyin Uyg'ur Project Fondidagi qolgan direktorlar bilan maslahatlashib, kuchimizning yetishicha yordam qilamiz deb va'da berib kelgan. Biz tez qarayilib shu ishni qildik. Bularniki bu qatimki faoliyatiga $2000 chiqim bo'lgan. Biz uniki $1000 biz chiqarib berdik. Lekin bir narsa eskartib qo'yay. Bu ko'rgazmani tashkil etuvchi o'rin biz emas, Uyg'ur Project Fond emas. Buni qilganlar shu tugum san'at gruppasidagi ufqlar. Qizlarimiz, o'g'illarimiz shular qildi. Ta'sirli bir faoliyat bo'ldi. Ehtimol sizlar ko'rgan bo'lishinglar mumkin. Bu gruppadagilar hozirmi yana keyingi qatimliq ko'rgazma faoliyatiga tayyorlashni boshladi. Agar bu faoliyatlarni ko'rdinglar, bular ham o'quvchilar, oliy maktabning o'quvchilari, qiyinchilikda o'qiyotgan bolalar endi. Ashtaq turib mushtarishlarni qilib etibdi. O'ziniki yolg'iz vaqt emas, bir qism pullarni o'zining yenidan chiqarib, agar mushkularga yordam qilishni xohlaydiganlar bo'lsa, men bilan aloqalashsanglar bo'ladi. Bular hozirmi iqtisodiy yordamga intayin muhtoj. Kiyaya qatamlar ko'rgazma faoliyatiga tayyorlanyapti hozir. Ondan keyin yaqinda bo'lgan bir cho'ng ish tunji qatamliq xalqaro sekular Uyg'ur yoshlar qurultiyi Yevropa Uyg'ur instituti tarafidan 10 oktyabrdan 15 oktyabrgacha Parijda o'tkazildi. Bu ishlarni RFA qatorliq urlar tarafidan xalqdan xabar qilindi. Şuna ben köp to'xtalmayman. Menimki anglashimcha bu faoliyatga 70 tak Uyg'ur yoshlari kelibdi. Nihoyat isl faoliyat bo'libdi. Bek xush bo'ldim. Bu bir hozir Uyg'ur yoshlaridagi mana bir uyg'unish, qo'zg'alish ishlari odamni haqiqatan suyundirdi. Umidlantirdi. Ondan keyin yaqinda yana İstanbuldagi Sharq Turkiston yangi nasl harakati o'tgan ay idora hay'at saylimi o'tkazib yangidan rahbarlarni saylab chiqib, keyingi planlarni tuzib chiqibdi. Bu nihoyatda bir yaxshi ish bo'ldi deb o'ylayman. 10 kuni. 10 kuni ishxonaning ochilish va xizmat boshlash marosimi o'tkazilibdi. Undan boshqa yana Uyg'ur Akademiyasining
uyushtirish bilan xalqaro vaziyat va milliy kurash yo'llari temasi bo'yicha Uyg'ur yoshlarini tarbiyalash kursi 10 ayning 12 kuni İstanbulda rasmiy boshlanibdi. Sizlarga muborak bo'lsin. Bu ish hozir davomlashyapti ya tugadim o'qimayman ish qilib. Mush bir qator ishlar Uyg'ur yoshlariniki ilib borayotgan mush bir qator ishlari odamni intayin suyundirdi. Hozirgi vaziyatda millatni umidlantirdi. Men bu ishlarga kuch chiqarayotgan barliq ufqlarga chin ko'ngildan rahmat aytaman. Hamda sizlarni tabriklayman. Endi yoshlar bir tarafdan o'rganish orqali, yana bir tarafdan naq maydonda praktika qilish orqali o'zini lider qilib tarbiyalaydi. Masalan, mushqatim dunyo qurultayiniki izbosarlarini maydonga chiqarish ishlaridimi aslida sistema obdan bo'lgani uchun o'tirishga deb o'ylagan, unda bo'lmay qoldi. Lekin endi bunda liderlar, dahilar bularning hammasi amaliyotda vujudga keladi. Birisi o'zidan o'rganish orqali, yana birisi amaliyotda ashlarni qilish orqali vujudga keladi. Buni qandaqdir qisqa muddat ishidan bir odamni bir lider yoki dahi qilib o'tirib chiqarib bo'lmaydi. Endi har qanday ish qilishniki birdan bir usul, birdan bir qilishniki birdan bir to'g'ri usuli ilmiy usulda ish qilish. Shu lider tarbiyalash, liderlarni yetildirish, mushladimi bu ishni eng yaxshi qilishning usuli ilmiy usul bilan ish qilish. Bu ilmiy usul deganimizda yaqinki bir necha asr mobaynida insonlar shu inson hayotiniki hamma sohasiga oid nurg'un bilimlarni qizib chiqdi. Ularni xulosalab chiqdi, yozib chiqdi, e'lon qildi. Nayt ko'p bilimlar bor bu yerda. Ashta boshqa o'zini bir lider qilib tarbiyalamoqchi bo'lgan yoshlar bir tarafdan o'rganish kerak. Hozirgi zamonaviy bilimlarni egallash kerak. Yana bir tarafdan maxsus tarbiya ko'rish kerak. Bu ikki kishini tang birlashtirish kerak. Hozir endi mush sohaga otlangan yoshlarimiz ko'p o'tirib chiqyapti. Men shunga sizlarga mush gaplarni biraqur ozroq tavsiya qilib deb qo'yay degan. Endi men 15 yoshimda o'rta maktabdagi vaqtimda, to'liqsizlik vaqtimda sinf boshlig'i bo'lib 16-17 yoshlarga kirgan chog'da maktab o'quvchilar uyushmasining raisi bo'lib, undan keyin yana shu sohada nurg'un ishlarni qilib yashab keldim hozirga qadar. Ondan keyin Amerikaga kelgandan keyin projekt boshqarish, vaqt boshqarish, odam boshqarish, liderlik degan bir qism sohalarda bir qism tarbiyalarni oldim men, dars oldim. Ondan keyin o'zim nurg'un kitoblarni o'qidim. Bu sohada aslida mening umidim Uyg'urlar ichidami bir doiy darajasiga ko'tarilgan odam chiqsa ekan deb bu narsani umid qildim. Ashta bir ehtiyojni chunqur his qildim. Ashta boshqa shu Uyg'ur yoshlariniki o'zini tarbiyalashiga foydasi bo'lsin deb bir qism maqolalarni yozdim. Meniki yozgan maqolalarim har bir maqola dunyodagi eng dangliq ingliz kitoblardan birisiga asoslangan. Endi bir kitobni bir maqola qilib yozib chiqdim. Buning ichida hozir o'zini lider qilib yetilmoqchi bo'lgan Uyg'ur yoshlariga bevosita foyda naf bera oladigan maqolalardan bundaqlari bor. G'oyani reallikqa aylantirishning sirli qonuniyati. Onlarning doisi atallar va atalaizm. Dayi va liderlik nazariyasi to'g'risida umumiy tushuncha. Bir liderda cho'qim bo'lishga tegishli 21 sifat. Men bu yerda 4 maqolalarni tilga olay. Kishilik taraqqiyot haqida men yozgan nurg'un maqolalar bor. Chet elda kishilik taraqqiyot, personal development degan bir uqum bor. Kishilar mush sohada nihoyatda kuchaydi. Muvaffaqiyatli bir hayotni o'tkazmoqchi bo'lgan yoshlar mush sohada intayin kuchaydi. Mana shu 4 maqola har birisi kam deganda bir kitobdagi mazmunga asosan yozib chiqilgan. Meniki nimada Norvegiyada bir yaqin yutilgan inim bor. U deydi shu g'oyani reallikqa aylantirishning sirli qonuniyati degan maqolani 24 qatam o'qidim deydi. Ehtimol bu gapni anglasanglar biroz hayron qilishinglar mumkin. Bu inimizniki bu maqolani nima uchun 24 qatam o'qiganligini bilish uchun siz u maqolani bir qatam o'qib beqing. Bir qatam o'qisangiz ehtimol ikkinchi qatam, uchinchi qatam va ko'p qatam o'qishingiz mumkin. Bu dunyodagi necha asrlik ahvollarni xulosalab bayqab chiqqan bir xil qonuniyat endi. Nayt isli mazmun bor. Andan keyin
bir liderda çoğun buluşqı tegishli kişigen bir süpet. Bu mu dünyadaki en dağınık kitaplarındaki birisiga asasen yazılgan makale. Bu olsa aşını uqib beqanlay. Üzerine bir lider qilib etilirmen yoki men öz hayatımni bir nayeti muvaffaqiyat qozongan hayat qilib yashayman degan narsani istaydigan yoshlar uqib beqanlar bularni. Ondan keyin shu bir liderda cho'qim bo'lishga tegishli 21 sifat degan maqolani o'qigan chog'da o'qib bo'lgandan keyin shu 21 sifat bo'yicha o'zinglarga nomer qo'yib beqanglar. Har bir sifatga 0 bilan 10 ning oralig'ida nomer qo'yib, eng oxirida uni qo'shib, uni 21 ga bo'lsanglar, 21 ga bo'lsanglar 0 bilan 100 ning o'rtasidagi nomer chiqadi. Shuna qilib o'zinglarga bir nomer qo'yib beqanglar. Men mush maqolani yozgan vaqtimda men o'zimga nomer qo'yib baqqan. Ben 90'dan jiq nomer olgan. Bu mush 21 sifatda deyilgan narsalar men nurg'unlarni yashab baqqan o'zim amaliyotda. Burun nazariy jihatdan izlangan emas, ammo yashab baqqan. Keyin malani o'qigandan keyin o'zimga nomer qo'yib baqdim. Sizlar nomer qo'yib baqqan o'zinglar qancha nomer olsan. Men ayni vaqtda o'zini lider deb ataydigan ba'zi kishilarga nomer qo'yib baqqandim. Ba'zilari 30 nomerim ololmagan. Bu yer demakchi o'g'lim dunyoda mushta ko'p bilimlar bor. Bilimlarni egallaydi. Bilimlarni egallab, andan keyin shu bo'yicha men o'zimni bir lider qilib yetildirdim degan kishilar shu bo'yicha birisi nazariyasini egallab, yana birisi amaliyotini yashab, shu orqali o'zimizni yetildirishimiz kerak. Bunda boshqa yo'l yo'q. Necha yilning oldida meniki bir yaqin do'stim mendan bir savol so'radi. Agar men qancha pul kelsa shuni chiqarib millat uchun eng yaxshi, eng muhim töhfadan birini qo'shay desam, nima ish qilsam bo'ladi deb so'radi mendan. Men dedim, Dünya Uyg'ur qurultiyi va boshqa Uyg'ur tashkilotlariniki rahbarlarini liderlikda tarbiyalang dedim. Bu chet elda liderlik nazariyasi, management, boshqarish nazariyasi bu narsalar intayin taraqqi ketgan. Bu lider bo'lgan kishilarniki hammasiniki mushaq nazariyalardan xabari bor. O'qigan uni. Lekin Uyg'urlar bu jihatda biz intayin ojiz, intayin kamchil. Bizniki nurg'un tashkilot qurib mangdirayotgan kishilarimiz liderlik nazariyasining xabari yo'q, boshqarishning xabari yo'q, vaqt boshqarishning xabari yo'q, projekt boshqarishning xabari yo'q. Hozir bu sohada yolg'iz buniki nazariy islom taraqqi qilmay nurg'un yumshoq detallar o'tirib chiqib ketdi. Bu ishlarning xabari yo'q. Ashta bo'lg'achqa ba'zida eng yig'nashgan chog'da eng qimmatga tegishli gaplarni deb soladi, ba'zida ish qilganda eng qimmatga tegishli ishlarni qilib soladi. Nima desa, bu sohadagi bilimlardan xabarsiz bo'lganligi uchun. Shunga Uyg'urlar bundan keyin o'zimizni kuchaytiramiz deydi ekanmiz. Mushu sohadagi ishlarni ilmiy usulda epetishimiz kerak. Unda boshqa yo'l yo'q. Men hozirga qadar 15 parcha kitob tayyorladim. Bunun ichida shu kishilik taraqqiyot sohasida yozilgan, andikin dunyodagi kuchli millatlar, masalan, germanliklar, yaponliklar, yahudilar qatorliq ularni tasvirlagan kitoblarmi bor. 15 kitobdan 7ni mingdan bostirib uni yaxshi taqdim etdim. Qolgan 8i PDF shaklida. 15 kitobning hammasi meniki torbetimda bor, shaxsiy torbetimda. marifat.com degan Erkin Sadiq torbeti deb izlanib chiqdi u. Aşağıda 15 parça kitobniki PDF nusxasi bor. Uni agar qiziqsanglar, albatta men degan maqolalarni aşağıda xohlagancha o'qiy olasizlar. Bugun deydigan yana bir narsa, yana bir xabar, Uyg'urlarga oid xabar, bu chet ellik xabar, İstanbuldagi. İstanbulda bir Köknur ballar bağçısı deydigan bir ballar yaslisi ya maktabidek bir narsa bor. Yaqinda mushu yasliga o'g'ri kirib, ularniki havo tozalash, havo tozalash mashinasi, ko'paytirish mashinasi, copy machine. Andikin kompüterlarning hammasini o'g'irlab ketibdi. Bu ish odamni bek echindirdi. Musafir bir millatniki ballari o'qiydigan bir yeslini ichiga kirib, mush narsani o'g'irlab ketdi degan narsa endi bir musulmon davlatiga qat'iy yarashmaydigan ishdi. Ammo bu ish yuz berdi yaqinda. Shuning bilan bu Ko'knur ballar bog'chasiniki mas'uli singlimiz men bilan aloqalashdi.
aloqalashgandan keyin biz darhallam Uyg'ur Project fondiniki direktorlari qarayilib, ularga ko'paytirish mashinasini epadik. $165 ekan, uni epadik. Bir hafta ichida qarayilib, pulni o'tib, narsalarni ilib degandek. Bularga bak zo'r ekan bu. Hozir bu qolgan narsa yo'q. Saqchilar o'g'irlarni tekshirib etibdi. Lekin buni tutgan taqdirda bu narsa qaytib kelmasligi mumkin. Ashta bo'g'ashqa agar shu yasliga yana yordam qiladigan boshqa qarindoshlar bo'lib qolsa, men bilan aloqalashinglar. Turkiyadagi qarindoshlarimiz hozir iqtisod bak nachar bo'g'ashqa intayin qiynalib, qiyin ahvolda qolsa-mu, yine millat mushta ishlar qilishini to'xtatmayotdi. Men bak ta'sirlanaman davomli. Mau Köknur'niki videosini ko'rsatib qo'yasizlarga. Bu yasliga bizmi burun bir proyekt yapgandik deyman o'tgan yillarda. Esimda bor. Boshqa qarindoshlarning kitob u jihatdan yordam qilganlari bor. Shunga agar yordam qilishni xohlaydiganlar bo'lib qolsa, men bilan aloqalashinglar. Uyg'ur Project fondiniki har qanday direktorlar bilan aloqalashsanglar bo'ladi. Bu Köknur ona til bog'chisi 2017-yili 5-oyda qurilgan ekan. Hozir qadar 8 qaror o'quvchi tarbiyalanib bo'libdi. Ularning ikki sinfi bor ekan. Birisida 5-6 yoshlik bolalar, yana birisida 4-5 yoshlik bolalar. Bularniki buni kengaytirish orzusi bor ekan. Ammo shu iqtisodiy cheklanma tufaylidan hozir qadar mashinchak etmay o'tibdi. Shundaqdimi 2017-yildan hozir qadar 7 yil shundaq jafo mushaqqat bilan bu yaslini obdan mangdirib ketibdi. Bularga apirin. Ularniki ajriga ko'pdan ko'p rahmat. Agar yordam qilgan qarindoshlar bo'lsa, men bilan aloqalashinglar. Endi bizniki Uyg'ur Project fondiniki asosiy nishoni ma emas. Ashtaqdimi millat nihoyat ehtiyojli bo'lib qolgan vaqtida biz yana o'tirib tushib, qo'limizni qilishga yordam qilyapmiz. Endi buni xalqimizmi bilyapti. Bizga Uyg'ur Project fondiga yordam qilganlar davomli yangidan kishilar qo'shyapti. Yaqında Yevropadan bir qarindoshimiz, Amerikadan bir qarindoshimiz har oyda Uyg'ur Project fondiga azroqdan iyoni qilish qo'shiniga qo'shildi. Har ikkalanga ko'pdan ko'p rahmat. Shunga mashta ishlarda abatni nima dedim, İstanbul'daki san'at gruppasiniki o'quvchilari ularga yaqinda $1000 yordam qildik. Ba'zi ishlar bizniki Uyg'ur Project fondining asli nishonida emas. Shunday bo'lsa-mu, millat mana egri kunga qarab, egri kun qolgan vaqtida biz qarab tura olmaymiz. Qo'limizdan ketish yordam qilyapmiz. Shunga bu sohada to'p o'qishgan qarindoshlar bo'lsa, biz bilan aloqalashsanglar bo'ladi. Anikin vatan haqidagi xabar, vatan haqida yaqında kelgan video narsalar biraz azlab ketdi. Hozir kelayotgan videolar asosiyatan vatandagi Uyg'ur yoshlariniki axloqiy jihatga buzilishi. Mushsadagi videolar ko'proq chiqyapti hozir. Biz Uyg'ur millati aslida shu axloqiy o'lcham bo'yicha qaragandimi, dunyodagi eng ilg'or millatlar qatoriga kiradigan bir millatdik. Hozir biz egisiz qoldik. Meyli ideologiya asosida bo'lsin, meyli boshqa sohada bo'lsin, egisiz qoldik. Ashta bu boshqa kishilar, yoshlar tirpirang bo'lib ketib boradi. Shuning bilan yaqinda Uyg'ur jamiyatida bir qism ajoyib etnishlik ishlar bo'lyapti. Ba'zi O'rta Osiyodan ishga berib, ba'zi restoranlarga kirib, shunday ahvollarga kelgan qarindoshlarimiz shu hikoyalarni deb bergan vaqtida yig'lab ketyapti. Chidayolmay. Mush darajaga kelib qoldikmi biz deb.
hozir işte ahvollar bo'lyotidi. Ondan keyin lagerda vayron qilingan oilalarning ishlari, ularning ishlari shunga oid videolar ancha-muncha kelyotidi. Ondan keyin yepyeni Uyg'urlarniki an'anaviy uylar niki chaqilishi buningga oid videolar kelyotidi. Endi Xitoylar Uyg'urlikni butunlay taltikus yo'qotamiz deyotgan bo'lg'achqa an'anaviy yusilgan Uyg'urlarning uylarimi ularning ko'ziga muhib qadlib qilyotidi. Ashta boshqa bular ashta uylarni chiqishni boshqa xil bo'lib qoldi. Buni hozirm damlashtirib o'tibdi. Yaqinda ijtimoiy tarmoqlarda ehtimol xotam bo'lishi mumkinmi shu Qashtashini tashlashini tiradigan bir shirkatniki bir videosi kelgan. Uningda 5 5 ayol o'ltirib ostidan tasmada o'tayotgan tashlarning ichidan shu qash tashlarini yuyishi deydi Xitoylar. Shularni tanlaydigan bir shirkatgan 10 Uyg'urga nazoratchilik qilayotgan Xitoydan 3 bor endi. Uning ba'zilari harbiy kiyim kiyib olgan. Ashta bir videomi keldi. Men buni hozircha mazmun yozib inglizcha Twitterga chiqarib qo'ygan. 10-kuni, bugun 9 kun bo'pti. Tunugun bu videoni ko'rganlarning soni 72 mingdan oshdi. Buningda birisi xalqaroniki Uyg'urlarga ko'ngil bilishniki qaysi darajada kuchayganligini ko'ra olamiz. Yana birisi ma'vu nayti amaliy video biz hozir ham xalqarada Uyg'ur majbur emgak ishlari degan gaplar ko'p ishlatildi, lekin bu majbur emgak degan narsaniki amaliy ko'rinishi qandaq ilib berilyotdi. Bu vaqtda uchur intayin kam rasm videolar. Shu ma'vu video nayti chatdaliklarni nayti jalb qildi. 8 kunda 72 ming qatim ko'rildi. Nima mushabda meniki Twitter'dagi agash kuchlarimning soni 20 mingga yetdi. Xo'sh bo'ldim. Endi men ingliz tashqatni davom qilyapman. Biroz ahamiyati bor degan narsalarni chiqarib qilyapman. Ashta bo'g'ashqa bu narsa men uchun ayta muhim. Shuni sizlarga deb qo'ygim keldi. Ondan keyin ikkinchi mazmun bo'lgan so'zlaydigan Uyg'ur Project fondi xabari yaqinda Abdulla Ayib inimiz tuzgan Guldak oilam degan kitob nashrdan chiqdi. Bu kitobniki bir qism ishlari bor endi, masalan, Husn hayot rasm sizish kitobning mazmunini Abdulla inimiz o'zi aksiz tuzib chiqdi endi. Lekin bostirish degan ishlari bu ishlarning hamiz qolgan ishlarga Uyg'ur Project fondidan pul chiqarib berdik. Bu kitap nashrdan chiqdi. Facebookda bu kitobni qanday setib olganligi haqida uchurlar bor. Agar qiziqsanglar, shu uchur orqali aloqalashsanglar, kitobni o'tib turdi sizlarga. Guldak oilam degan kitob. Ondan keyin Uyg'ur Project fondiniki xabaridan yana bir narsa sizlarga iqtisodiy yaqinda Istanbulda o'tkazgan Istanbulda 20 degan faoliyatniki iqtisodiy ahvolni bir deb qo'ydim. Bu qatimki faoliyat uchun bizga kelgan pul 3276 dollar pul kelgan. Ondan keyin bizga bo'lgan chiqim 3788 dollar chiqim bo'ldi. Ashta qilib o'zimizniki yenidan 511 dollar chiqardik. Endi bu narsaga bir qarab baxsanglar bo'ladi. Biz 2 kun leksiya faoliyati o'tkazdik. 10 dak leksiya so'zg'ichlarniki 3 kunlik yataq pulini to'ladik. Ondan keyin 2 kunlik leksiya jarayonidagi leksiyaga kelgan barliq qarindoshlarning tushlik tomog'ini yeb berdik. Ondan keyin davr va biz degan kitobdan 150 dona bostirib uni taqatdik. Boshqa taqatgan kitoblarim bor. Lekin ularning chiqimini men hisoblamadim. Nima deganda qolgan kitoblarni biz maxsus faoliyat uchun qilmadik. Uni biz o'zimiz kitobni nashr qilganga yordamlashadigan turlarning birisi endi. Uni shu shaklda qildik. Shuna qilib 2 kunlik faoliyatni 3800 dollardan tuan pul bilan qildik biz. Shuna nayti iqtisodchimiz. Mening demoqchi o'g'lim bu yo'l kirasini hamimiz o'zimiz chiqaramiz, qolgan chiqimlarni hamimiz o'zimiz chiqaramiz. Qat'iy pul xarjlamasak bo'lmaydigan ishga pul xarjladik, ashta qilib yurib,
2 kunlik faoliyatimizni o'tkazib oldik. Uyg'ur Project fondiga bo'lgan chiqim $512 aşacak pul chiqqan bo'ldi. Buni sizlarga bir deb qo'yadim. Anadaki müşta bizga yordam qilgan barliq qarindoshlarga yana bir qatam ko'pdan ko'p rahmat. Endi 3-chi mazmun Xitoy haqida. Xabarlarda bor, men o'tgan qatam Xitoy hukumatı 1 trilyon yuan atrofida pul chiqarib, iqtisodni qaytadan qo'zg'ash, 2024 yillik GDP'ni 5%ga opirish, mana bir planlarni tuzib, tadbirlarni qo'llangan. Bu pulningki xilji qismini paychak bozorga solgan hukumat. Har qaysi shirkatlarga berib bu pulni o'zinglarniki paychakini o'zinglar elevinglar setib olinglar deb tushib ketganligi uchun bahası. Aslında bilan bir qancha kun bu istiqlolniki paychaklarning bahası o'sdi Xitoyda. Lekin bir haftaga bormay Xitoyniki paychak bozori yana dahshat tushishga boshladi. Hozir Xitoyniki iqtisodiy krizisi saqayt qilib bo'lmaydigan bir darajaga berib qoldi. Bu jihatda G'arbda parazlarni o'tirib qo'ygan parazlarmi ko'p. Xitoy hozir intayin ig'ir krizisga kirib qoldi iqtisodiy jihatda. Buniki davosi bordek emas. Aslında o başka Xitoydagi ishsizlik, uy bahasini ko'chib ketishi va boshqa ishlar ish qilib, Xitoyniki nariga qarasa bir xil vayronchilik ko'rinadigan ahvol bo'lib qoldi. Maqatim Xitoy o'tirib tashlagan 1 trilyon yuanga yaqin atrofidagi pulni butunlay kuyib ketdi mana shu qanchada. Hech qanday ahamiyat olmaydi mumkin. Aslında bilan hozircha yana keyingi qadamni qanday qilish to'g'riliqdagi Xitoyda bir aniq siyosat o'tirib chiqmaydi bu vaqtda. Ondan keyin yaqini bo'lgan yana bir cho'ng voqea 10-niki, 14 va 15 kunlari Beijingda Xitoy butun armiya nazariya xizmatlari yig'ini degan bir yig'in ochildi. Bu yig'inga Xitoy armiyasiniki hamma turlari, havo, dengiz, quruqlik, hamma armiya turlariniki rahbarlari kelib qatnashdi. Lekin bu yig'inga Xi Jinping degan jallod qatnashmadi. Uniki eng yaqin yordamchisi Cai Chi degan Xitoy qatnashmadi. Bu yig'inga Xitoy armiya komitetidagi muavin boshlig'i Zhang Yongsha degan Xitoy riyosatchilik qildi. Ashta qilib bir yig'in ochildi. Ondan keyin bu yig'inda Xi Jinpingniki harbiy ideyasini qilch ta'kidlanmadi. Intayin oz. Ama burunga qattiq o'xshamaydi. Xi Jinping bu yig'inga qatnashmay, Fujian o'lkasiniki Tayvanga qarashliq yerda bir uch tarafi suv, bir tarafi quruqlik tutishgan bir oroldagi yer bor ekan, shu yerga berib ziyorat qildi bu. Nihoyat ahamiyati yo'q bir yerga berib ziyorat qildi. Ondan keyin bu yerga ziyoratga borgan taqdirdami, u yerdagi harbiylarla ko'rishmadi. Endi Xi Jinping Xitoy harbiy komitetidagi raisi bo'lg'achqa odatda qandaq yerlarga borsa, ziyoratga borsa, harbiy o'rinlarga berib, shu yerdagi askarlarni ko'rishdi ekandik. Bu qatim u ish bo'lmaydi. Ondan keyin Xi Jinpingniki birinchi qo'l yordamchisi, qo'lg'uvchisi Cai Chi bu yo'qolib ketganlar 10 kunda bo'lib qoldi. Xi Jinpingniki yana yordam yiqinim bor. U yo'qolib ketdi hozir. Ashta qilib hozirgi shu hodisalarga qarab turib, kishilar bir xil parazni o'tirib chiqaryapti. O nima desanglar, Xi Jinpingniki harbiy huquqi yo'q bo'libdi degan. U hozir harbiy huquqidan qoldirilibdi degan faraz o'tirg'i chiqdi. Bu narsa rasmiy e'lon qilinmadi. Bu kishilarning farazlari, ammo ko'plagan kishilar mushtadatda faraz qilyapti. Odatda Xitoyda agar bir odamni taxtdan tushirmoqchi bo'lsa, uni darhol qo'lga olib sulaydi endi. Hozir qadar Xi Jinping sulamadi. Bu ashta ekskursiya deb u yerlarga beryapti, kichik yerlar bo'lsinmi. Shunga u butunlay tutilib sulangan ahvol yo'q. Lekin kishilar hozir ahvoldan qaragan chog'da uni harbiy huquqidan tashlabdi degan farazdan o'tirib qo'yapti. Andagi xabarlarda bor o'tgan oydagi Xitoyniki 3-umumiy yig'in jarayonida Xi Jinping yo'qolib ketgan. Keyin
oniki 5'ini operatsiya qilganligi ma'lum bo'ldi. Shundan keyin bu jallod salomatlik jihatda burunqiga o'xshamaydigan bir odamga aylanib qolgandek. Jiq uruqlab ketibdi burun qaragan chog'da. Menish turishlarimi bir xil g'alita normal odamga o'xshamaydi. Ondan hozir mashina bo'lyotdi. Mushuni qarab turib, Xi Jinpingniki kuni uzun qolmaydi ekan degan bir xil faraz o'tirib chiqyotdi. Endi hammamizning orzusi bu Xitoy yo'qolib, bizniki vatanniki ahvoliniki o'ngishilishi. Bu hammamizning orzusi. Ashtaq bo'lsa, biz hammamizmi bir erkin Sharq Turkistonga berib, o'zimizniki yurtini, tuqqanlarimizni ko'radigan bo'lsak, bu hammamizning orzusi. Shunga men bu jihatdagi ahvollarga bak ko'ngil bilaman. Nima o'zgarishlar bo'lyotdi degandek. Endi yaqinki cho'ng o'zgarishmish shu. Bu odamni xushal qiladigan o'zgarish. Endi oqibati qanday bo'ldi deb bilmaymiz, lekin hozir bir cho'ng alomat bor. Endi bugun deydigan 4-chi xabar xalqaro xabar. Xalqaro xabarda endi Uyg'urlarniki shu majburiy emgak va irqiy qirg'inchilik haqidagi Yevropa va Amerika elib berayotgan ishlar endi davomlashyapti. Bu jihatda yana yangi tadbir, yangi narsa o'tirib chiqyapti. Lekin hozir Uyg'urlar to'g'risidagi xabar dokladlar intayin zo'r darajada ozib ketdi xalqaroda. Burun her kuni 10-20 naiti muhim media organları tashkilotlarından Uyg'urlarga ait 10-20 narsa danoq chiqib turdi. Hozir bunday ahvollar yo'q. Biraz azlab ketdi bu jihat xabarlar. Shunga ba'zi inlarimiz mendan so'radi, bu nima bo'lib ketib bordi ekan deb. Endi meningki o'yimcha hozir Rossiya bilan Ukrainaning urushi bo'lyapti, Isroil bilan nimanik Falastinning urushi bo'lyapti, yana boshqa ishlar bor, Ironning ishlari bor degandek. Mushlar tufaylidan dunyodagi muhim ishlar qatorida Uyg'urlar ishi biraz ostiga tushib qoldi deb o'ylayman men. Mening tushuncham shunday. Shunga biz to'g'ri xabarlar, dokladlar bunga ko'p chiqmaydigan bo'lib qoldi. Endi yaqinda xalqaro bo'lgan yana bir cho'ng ish ikki Koreya o'rtasidagi ziddiyat. Shimoliy Koreya bilan Janubiy Koreya o'rtasidagi ziddiyat. Bu ikkisi o'rtasida yaqinqi bir mezgil vaqt ichida bir qism qiziq ishlar bo'lib o'tdi. U nima desanglar, oldi bilan Janubiy Koreya Shimoliy Koreyaga shar bilan quritgan kalla go'shtiga o'xshash yemeklarni mangdirib, osmondan tashladi yerga. Shimoliy Koreyaga tashlab berdi. Buni asosiy maqsad Shimoliy Koreyadagi fuqarolarni Janubiy Koreya xalqiniki turmush seviyasidan xabarlantirib qo'yish. Biz mushtaq narsalarni yeb yashaymiz degandek. Xabarlarda bor Shimoliy Koreyadagi kishilar davomli ocharchilik ichida yashaydi, bak namratchilik ichida yashaydi. Shuni bildirib qo'yish, shuni oshani qilibdi. Qolgandan keyin Shimoliy Koreya intiqom olaman deb ularni shar bilan Janubiy Koreyalarga bir qism narsani olib tashlabdi osmondan. U nima ekan desanglar, doktorxonada kasal davolash ishlatgan dog'ga o'xshash raq, sesiq, yuqumli kasallar bor, işte lattalarni axlatli doktorxonaning axlatini tashlabdi osmondan shar bilan. Tashlagandan keyin buningga qarata Janubiy Koreya bu qatim uçqishsiz aeroplan bilan Pyongyangning osmoniga berib tashviqot varaqlarini tashlabdi yerga. Bu tashviqot varaqlarda boshqa nurg'un mazmunlar bor ekan. Undan boshqa Shimoliy Koreyaniki lideri Kim Jong-unniki qo'lga taqib olgan soatiniki rasmi, uniki bahosi, dollardagi bahosi, u dollarni Shimoliy Koreya puliga aylantirsa qancha pul bo'lganligi, andan bu pulga qanchalik guruch og'ilganligi qatorliq ma'lumotlarni yozibdi tashviqot varaqaga. Andan keyin Kim Jong-unniki qiziniki chapinim bor ekan, bir paltosi. Har ikkisi intayin qimmat narsalar ekan bu. Dollar bilan qaraganda bak qimmat. Uning ashunki pulga guruch olsa, Koreyaliklarni necha kun baqlulidan doshda deydi ish qilib, bak cho'ng pulning gapi deydi bu yerda. Ashtaq narsalarni tashviqot varaqaga chiqarib, Pyongyang'niki Shimoliy Koreyaning poytaxtining ustidan uçqisiz aeroplan bilan tashlabdi yerga.
Tashlagandan keyin shuning bilan Shimoliy Koreya buning chidamay necha kunning oldida Shimoliy Koreya bilan Janubiy Koreyaning o'rtasida chegarasidagi necha yuz metrlik tosh yo'l va temir yo'llarni portlatib bo'la. Portlatib burun bu ikkisining o'rtasida odamni kirib chiqa oladigan bir holat ekandik. Hozir endi uni butunlay uzib, ya'ni hech kim kirib chiqa olmaydigan ashtaq qilib, andan keyin shu yerda bir do'stlik guli deb bir gul bor ekandik. Uni qumur etib yerdan qumur etib Shimoliy Koreya hozir Janubiy Koreyaga urush qilishga tayyorlik qilib, chegaraga askarlarini yo'tkab ashtaq qilyotdi. Yaqinda mana bir ishlar bo'lyotdi. Lekin diqqat qilsanglar, bu ish xalqarada ancha cho'ng xabar bo'lmaydi. Amerika, g'arbliklar ancha parvo qilmaydi bu yangi yuzlanishga. Endi analizlarniki deyishicha, bunday bo'lishiga sabab Shimoliy Koreya Janubiy Koreyaga hujum qilolmaydi deydi. Uning unda kuchi yo'q. Popoz qilyotdi, lekin unda kuchi yo'q. Endi nima ish qilsanglar, mishqatim tashviqot varaqi taqtish uchun Janubiy Koreya Pyongyangning osmoniga aeroplan uchirib olib, uchqusiz aeroplan olib tashviqot varaqlarini tashladi. Uning o'rnida bombani tashlay oladi ular. Bombani tashlay oladi. Andan keyin xuddi hozir o'tir sharqda bo'layotgandek boshliqlarni o'ldirib o'tish ishlarini qila oladi bular. Ashta bu boshqa ular hech qanday parvo xalqaro ancha parvo qilmayapti. Bunday bu ishki davlat o'tirsida bir xil urushning portlashi mumkin emas degandek faraz bilan. Agar urush bo'lib qolsa, agar Shimoliy Koreya Janubiy Koreyaga hujum qilsa agarda, shuning Shimoliy Koreya hokimiyati shunga yo'q bo'ladi. Mana bir oqibat bor bu yerda. Ashta boshqa bu yerda urush bo'lish ehtimoli cho'ng emas. Lekin alqadagi bir qism o'yinlar o'ylanib ketdi yaqinda. Xalqaro xabarlarniki yana birisi 10-niki 16-kuni yana o'tganki chorshanba kuni Hamasniki yana bir boshlig'i o'ldirildi, Isroilga o'ldirildi. Yahya Sinvar degan odam. Bu Yahya Sinvar degan kishi 10-niki 7-kuni 10-niki 7-kundagi Isroilga qilingan hujumniki bosh yetakchisi ekan bu odam. Şunun baş yetakchisi şu Hamaslarniki eng yuqori darajali liderlarining birisi xabarlarda bor. Hamasniki qolgan liderlari o'tganki nima yonfun emas, chaqirg'uchining portlashi bilan, andiki yer ostidagi oqibning portlashi bilan asosan o'lib bo'lgan, o'ldirilib bo'lgan. Undan boshqa birisi qoldi ekan. Bu shu 16-da bu o'ldirildi. Bununki öldürülüşü biraz bu yerden bir kızıkarlık demdik, bir acayip iş yoktu. O nemi kendi sanla İsrail'deki tanklarları çarlap çöken yerde üç Palestinlik adamlarınki bir binaga kirip bağanını kırıptı. Ularınki kalısı bir müyöge bağan, küzdün başka uçuk emesen üç adam. İkisi aldı demenipti, birisi akısı da. Bu yerdeki işki aldığı mangını muhafızatçıdaki adamlar eken, aksideki bir mühim adam endi. Paraz kılışçı. Bu mesela işki adam aldığı demini bir yola iç mangmaydı deydi endi. Aşağı kılıp bir binaya kitipti. Kirketkendeki İsrail'e tankı bilen o binanı oku tutuptu. Oku tutkandaki bu üç adam o yerden jürep kaçıp çıkıptı. Aldı kirketken binadan kaçıp çıkıp Keçmangan çağda andikin kurallar oku tuttu o yerlerini tutkandikin bu işi jügrep ketip aldıdaki işki muhafizatçı bir binaga aksideki başlık yemir binaga kitipti. Kirketkendikin İsrail'e işkeden kirketken binanı yine tank bilen partlatıp tüzülüp bu binanı. Demek o işkeden öldü degen gap. Andikin yemir bir binaga mı tank bilen ok etipti. Ok etip ahırda bu kandak boğalığını bilpek için onun içine nima bir uçqusiz aeroplan kirgizibdi men videosini ko'rsataman deb videosini tayyorlab qo'yishni unutib qolibdiman. Shu binoning ichiga uçqusiz aeroplanni kirib tekshirdi buni ishini. Tekshirgan vaqtida bir odam bir safadak nihoyatda butunlay vayron bo'lib ketgan uyning ichida bir safada o'tirib qaldirlari tang'iliq, ko'zlam uchuq, qaragan chog'da putlarim yaralanib, mang'olmaydigan o'xshaydi. O'rnida o'tirib turib yendiki yağıştan parçalarını atıdı uçqusiz aeroplanga. O tegmeydi, aşağı qilib baqidi. Bularning hamisi İsrailga bularning hamisini ko'rgandan keyin uçqusiz aeroplanni qaytarib akilib, ondan keyin bu yerni endi o'qitdi.
tutib keyin uyga kirsa abi aytgan ko'rgan odam o'lgan endi o'lgan shuning bilan bular bu o'lgan odamniki bir tal barmog'ini kesib olib Isroilga olib borib tekshirdi buni DNA qonning tipi degan narsani tekshirib keyin qarasa bu odam Yahya Sinvar bo'lib chiqqan. Shuningdan bu Yahya Sinvarni o'ldirdik degan narsani Isroilga e'lon qildi. E'lon qilib shuning bilan tang Hamas davri butunlay oxirlashdi. Hamasning butun liderlarining hammani o'ldirib bo'ldik deb jakaladi Isroilga. Endi ma kishi Yahya Sinvar degan kishi uzun muddat Isroilniki turmush yetgan odam ekan bu. Shu jarayonda nimani Isroiliya tilini o'rganib olgan ekan bu Yahudiy tilini. Bu nayt aqlliq, nayt tuzum bilan ish qiladigan, lekin diktator, nayt bilim bor ham qobiliyat bor bir odam ekan. Yahudiy tilini biladigan odam ekan. Shu ayni vaqtda bu odam Isroilniki turmush yetayotgan vaqtida uniki biologiyalik uchurlarni olgan ekan, DNA, qon, bu degan narsalarni. Bu qitim bir qo'lni kesib olib tekshirgandan keyin shu odam chiqqan, shu orqali huquqda endi. Huquqqandan keyin qaytib berib, bu Yahya Sinvarniki jasadini Isroilga ketibdi. Bu yerda bir ahvol, mushu birinchi kundagi hujum, 16-saylik hujum, 17-saylik bu odamni akitish mush jarayonida bu shuncha muhim odam turib, buni qutqazg'ili ya izdigili odam kelmabdi Falastinda. Gazada bundoq odamni kelmabdi. Mushundan Falastindagi hozirgi ahvoli qaysi darajaga borganligini uqib oldi biroz. Shunga bu yaqinda chiqqan cho'ng xabarlarning yana birisi. Endi bugun so'zlagan yana bir mazmun Amerika xabari. Amerika xabarida xabarlarda bor saylamga 15 kun qoldi. 11-ayning 5-kuni saylam bo'ladi. Hozirgi nurg'un kishilarning deyishicha bu qatim Trump asallam o'tib ketadi deydi. Bu yaqinda bo'lgan bir cho'ng ish Kamala Harrisni Amerikaniki Fox degan media shirkati bir intervyu qilgan, suhbat o'tkazganda Kamala Harris pek chandiribyapti u yerda. Chandiribyotib hech qanday savollarga javob berolmay, plan yo'q. Cho'ng gapni qiladi, lekin konkret plan yo'q. Iqtisod u bu ishni qanday qilganligi to'g'riliq. Ashta qilib bu qatim bu suhbatni nachar qildi degan yakun chiqadi haqli. Ish qilib bu qatim salamda Trump ustudi degan ko'z qarash pek kuchli hozir. Nima raisnaşlarga qarasanglar Kamala Harris bilan Trumpniki farqi intan kichik. 1%, 2% farqi bor. Lekin kishilar yana shu Trump o'tib ketadi deyotdi. 15 kun qoldi, undan keyin bilamiz. Andan keyin yaqinqi Amerikaning yana bir cho'ng xabari, NASA xabari bu. NASA'niki Europa Clipper degan olam ushquri nimaga qarab mangdi? Jupiterning Europa degan hamroyiga qarab mangdi. Bu Clipper 14-oktyabr osmonga chiqarildi. Buniki o Europa Jupiter bek yiroq bo'lganligi uchun u yerga 6 yilda aram bor ekan. 6 yil aram bor ekan. 2025-yilda 3-ayning 1-kuni Marsning qishini o'tadi ekan. Ondan keyin Marsning qishi o'tadi ekan. Ondan keyin 2026-yili 12-ayning 3-kuni endi Yer sharining qishini o'tadi ekan. Bu chaqda bu yerda nima uchun Marsning qishidan Yer sharining qishi o'tadi desanglar, bu olam ushqurini Yer sharining tortish kuchi yo'q yerga olib qo'ygandan keyin oqsin birli ishtiribsa, o'zi mangdi bordigan yerga. Uni to'sadigan kuch yo'q, hech qanday kuch bo'lmagan uchun. Lekin endi buniki uchish tezligini tezlashtirish uchun shu planetalarniki tortish kuchidan foydalandi. Masalan, 2025-yilda 3-ayning 1-kuni bu Clipper degan olam ushqiri Marsning qishiga kelgan chaqda
Mars'ın tartış gücüden paylanıp bunun tizgini tızıltıdı. Bu yine aylanıp kelip yer şarına kaçırgan çağda yer şarıniki tartış gücüden paylanıp yeni bir kıtın tızıltıdı. Tızıltıp boğan eken andakin Jüpiter'niki Avrupa degan hamroyiga qarab mangdirdi. Ashta qilib bu yerga Avrupa degan Jüpiterniki hamroyiga 2030 yılı 4. ay yetib bordi ekan. Shunaqda jami 5-20 yıl dek vaqt ketadi ekan, shunaqda yetib bordi ekan. Bu qitimki bu olam ushquriniki vazifasi oldin qitimliq tekshirishni davomlashtirish, ya'ni Galileo degan bir olam ushquri bor. Bu Galileo degan olam ushquri Jupiterni 1995 yildan 2003 yilgacha tekshirgan. Tekshirgan. Endi Mao Clipper shu tekshirishning davomini davomlashtirdi ekan. O'tgan qitimki tekshirishda Yevropa degan Jupiterniki hamroyi Oy sharininki yüzünün astida naydi çoğun deniz balığı bayqalgan. Üstüde emas. Bir nepiz postu var. Bu Oy şarının bir postu var. Postunun astida intan çoğun deniz balığı bayqalgan. NASA müşü sahadaki tekshirishni davomlashtirmoqchi. Clipper degan alama ushqur bilan. Bu 14-yili osmonga chiqarildi. Anadaki Amerika xabarining oxirgi qismi. Bu qiziqarli xabar. O'tgan hafta o'tgan yakshanba kuni xabar qilingan 3 cho'ng xabar bor. Bu nima desanglar? Elon Musk, Tesla mashinasini qurgan odam, SpaceX'ni qurgan odam. Elon Musk yaqinda yine dunyoni tavritadigan ishni qildi. Uniki birisi Süni aql bilan o'zi mangdigan shofir yo'q mashina. Men sizlarga ko'rsatib qo'yay oldi bilan. Birisi mashina, ikkinchisi odamga o'xshaydigan 4 futliq mashina odam. Ondan keyin uchinchisi bir olam kemisini osmonga chiqarib, cho'ng raketa bilan raketani yer yuziga qaytarib keldi. Lekin bu qitimki qaytarib kelish burunqi sal o'xshamaydi. Burun raketa qaytib kelgan chog'da yerga qo'ndirgan, yerga dassaydi. Dengizning ichiga bir maydon yasab, shu yerga tushirib olgan. Bir olamishqini osmonga chiqarib etib, shu yerga tushirib olgan. Bu qitim unda qilmay, o'zini ushqa yerga tushirib shu joyiga bir cho'ng qisqichli qisib oldi uni, yerga qo'ndirmay qisib oldi. Sizlar ko'rsatib qo'yaymi mana bir ko'rayotganlar andikin mushtoqli nazarga qilib beray. This is the next generation after Falcon 9. It's capable of carrying so much more. 150,000 kilos per launch. That's 6 times as much as the Falcon 9. 10 million per flight. The Falcon 9 flight right now is about 67 million. So getting to orbit is going to be so much cheaper, a lot more efficient, and the whole stack will eventually be reusable. Bu raketaniki qayta ishlatilish uchun yer yuziga qo'ndirib olgan qismi. Anikin mashina. Mashinadan ikki xili bor. Birisi kichik mashina, birisi minibus. Buni ko'rib A glimpse at what could be the future of driving. We have 50 fully autonomous cars here tonight. CEO Elon Musk unveiling what he says is the company's first fully self-driving robo-taxi. The two-door cab with no steering wheel and no pedals is powered by AI and will cost around $30,000. We'll see autonomous cars become 10 times safer than a human. The new car is expected to hit the road by 2027. Musk also announcing a robo-van that can carry up to 20 people. The future should look like the future. Now, can you imagine going down the streets and you see this coming towards you? And that wasn't all. You can have your own personal R2D2 C3PO. Check out Tesla humanoid robot O Optimus. mashina adam. Do anything you want. So it can be a teacher, babysit your kids, it can walk your dog, mow your lawn. It's the first product launch for Tesla since the Cybertruck was announced with a bang in 2019. Oh my God. Thursday's event marking a milestone for the automaker and Musk, whose self-driving dreams have been delayed by...
Endi bu to'g'risida gapirib beray. Bu mashina, o'zi mangdigan mashina, roli yo'q, putida dasaygan narsasi yo'q. O bir kichik armelish uyga o'xshaydi. Telefoningizda adresingizni kirgizsangiz, uyingizdan oldiga keladi, siz o'sha mashinaga chiqib, choy ichamsiz, kafe ichamsiz, kitob o'qamsiz, o'tirsiz, ana sizni apirdaga apirib qo'ydi. Bu kichik mashina hozirgi Tesla'niki Model Y deydi. Y degan modelga o'xshash cho'ng kichikligi. Basim shunga o'xshab qoldi deydi. Andan keyin minibusga abatin ko'rdinglar videosini. 20 adam o'tirar ekan, uning shoferi yo'q, butunlay o'zi mangdagan. Andan keyin mashina adam 4 putluq odamga o'xshaydi. Shu uyning hamishini qilar ekan, sizga choy ekib suv ekib ekan, bolalarningizni bekib ekan, tozlik qilar ekan, o'ldagi o'tlarni urib berar ekan sizga, ish qilib qanday ish qilman desangiz. Bu yerdagi bir muhim narsa, shu 3 xil narsalarniki hammasiniki aqli o'xshash, sun'iy aql. Sun'iy aql, o'xshash aql bu 3 xil shaklda, 3 xil o'xshamagan shakldagi narsalar ishlatilayotgan bu yerda. Shunga bunun bilan qo'shilib endi nayte cho'ng yangiliklar maydonga keladi yana. Masalan, iPhone chiqqandan keyin insonlarning hayotida qancha o'zgarish bo'ldi, buni hozir hammamiz bilamiz. Telefon, kamera, video kamerasi, daftar, chisla, planlash nimalari ish qilib bir iPhone hozir burunqi 20-30 narsalarni ishini qildigan bo'lib ketdi. Endi mashinami şoförsiz taksi. Hozir Elon Musk'niki maqsadi nima desanglar, asta shaxsiylar mashina sotib olib, uyda saqlagan ishini yo'q qilib etish. Endi nima ish desanglar, ABK mashina, masalan, ashta mashinasini birdan olsanglar, ben masalan shaxsiylar birini olsa mashinadan. Atkinsi o'zi ishqa bag'ishlik mashinaga chiqib, ishqa o'zi mashina olib qo'ydi endi. Ishxonaga berib qo'ygandan keyin mashinani taksi qilib pul tepib chiqsa bo'ldi. Sizni olib qo'yib, o mashina o'zingizga chaqirgan yerlarga berib, odamlarni to'shib ishlayverdi kashkichalik. Kashda yana sizni uyingizga olib qo'ydi, uni keyin ishlayverdi. Mushtaq qilib bo'lg'achqa sizni o mashinangizmi pul topadigan bir qurolga aylandi bir tarafdan, yana bir tarafdan hozir shu do'kon, cho'ng faoliyatlar bor yerlar, shirkatlarning o'rinlarida intayin cho'ng mashina to'xtatish maydonlari bor. Elon Musk'niki maqsadi shu mashina to'xtatish maydonlarini butunlay yo'q qilib etish. Agar bu mashinalar to'xtamay ishlasa, bir yerga to'xtatib qo'yishning hojati yo'q. Hozir endi siz bir mashina olsangiz, ishqi vaqtchilik 1 soat, kaychi 1 soat ishlatdi degan taqdirdami, qolgan 22 soat yoki idorangizniki mashina to'xtatish maydonida yoki uyingizniki garajda turdi bu mashina ish qilmay. Kelgusida mush ishni yo'q qilish, ya'ni mashina to'xtamay ishlagan qilib etish, ashta bo'lg'achqa nurg'un odamlar uchun mashina ishi hajotsiz. Lekin hozir siz shu Amerikada Toyota Camry degan o'xshash bir mashina elib, uni shu oxirida kraksiz bo'lib ketishlik, ishlatib bo'lmagan bo'lib ketishlik aydasangiz, uniki inglizcha mile degan ishlatiladi. Mile degani 1 mile degan 1.6 kilometr endi. 1 mile aydash uchun $1 ketadi. O'tir hisob bilan. Mashinaning chiqimi bilan mayning chiqimini qo'shgan vaqtida. Endi mau shofersiz mashinaki chiqimi 20 sent. 20 sent atrofida bo'ldi deydi. Hozirgidan 5 hassa oz deydi. Ashta qilib ekan. Demak, agar bu mashina hozir rasmiy yasilib bo'ldi, kilarjilikdan boshlab ko'plab taqidlanishi mumkin deydi. Ashta bo'lib qolsa, bu mashina butun inson jamiyatini o'zgartiradi. Andikin alqi minibusmi bor, umuman shu kichik mashina o'xshaydi, faqat u cho'ngroq 20 odam o'tira ekan unga. Shofersiz mangadigan. Andan keyin mau 4 putluq mashina odam gap qila ekan. Mundishalay deydi odam bilan, siz o'tirib mundish berar ekan. Uniki bahasi 20 ming bilan 30 ming dollar atrofida deydi. Bir mashinaki bahasiga o'xshashgan.
Mening balalarim chiqsalar hozirlam olamiz deb o'tirdi. Uyini tozaladiganga, choy qaynatib, tamoq etib turadiganga. O'sha davatida endi. Demak, Elon Musk'ningki bir vaqtda degan bir gapi bor. Ehtimol kelgusida mashina odamlarniki nupsani, odamlarniki insonlarning nupsonidan eshib ketishi mumkin deb. Nima qilsa ba'zi o'ylar bir necha yil oldi bu odamlardan deb chandaydi. Ashtaq bir kelgusiga qarab ketyapmiz hozir. Endi ma raketaning ishga kelsak, albatta sizlar videoda ko'rgan raketaniki uzunligi 71 metr, tomligi 9 metr ekan. Burun bu raketalarniki Elon Musk endi raketani yerga qo'ndirgan ishni vujud chiqargani bir mazgil bo'ldi, bir necha yil bo'lib qoldi uningga. U chaqda yerga qo'nti 3 ta putyapti buniki. Endi raketani shu yerga qo'ndiradigan uskunlarni raketaga chetib qo'ymasa bo'lmasligi uchun raketaniki to'shiydigan yukini miqdori ozib ketdi ekan. Yerga qo'ndiradigan qismi intayin ig'ir ekan buning. Ashta bo'lg'achqa buni qilib beshi ketib, qanday qilsam men shu ig'irlikni iqtisod qilib, uni osmonga chiqaradigan ig'irlikqa qo'shib beralayman deb ashta o'ylanib yurib, abaki videoda kelgan qisqishini o'ylab chiqibdi bu. Qisqishi o'ylab chiqib, shu bilan yerga qo'ndirgan butun narsani evitib, raketaning uzunligini chiqarib, qisqish tutilib, yerga tushiradigan qilibdi. Buniki yana bir alayiligi, shuninglar ig'irligi natija yeniklabdi burun qarag'an chog'da. Hozir xalqaroliq tez xatniki 1 kilosiga 60 Amerika dollari oldi ekan. Xalqaroliq tez xatniki 1 kilo ig'irlikdagi xatga, yukka 60 dollar oldi ekan. Endi ma'vu yangi tipdagi Elon Musk'niki yangi tipdagi raketasi orqali olam bo'shligiga yuk yetkazsangiz 1 kilosi 200 dollar ekan hozir. Burun 10 ming dollardan boshlanib keyin 1000 dollarlarga tushib boshlab qolgan hozir ma raketa bilan 200 dollarga tushdi ekan 1 kilo yuk. Ondan bu yerga qo'ngandan keyin 1 soat ichida buni mayqachilab bu raketani qayta shakl oldi ekan. Yana bir olam kemisini chetib, uningga mayqachilab, yana bir olam kemisini chetib osmonga yinch qag'il bo'ldi ekan. Ashta bo'g'ashqa buniki ish unumi intayin yuqori bo'lib ketdi degan gap endi. Bu ishlar bilan olam bo'shlig'iga sayohat qilish ishlari, hatto ba'zilar deydi, bundan bir qism kishilar arpanda o'tirmay, shu olam kemisida o'tirish mumkin deydi. Sababi nima desanglar, men har qatim Turkiyaga, Istanbulga bormoqchi bo'lsam, 13 soatdan uzunroq o'tiraman aeroplanda. Yevropalarning hammasiga 11-12 soatdan o'tirib borman endi. Ma raketada o'tirsak, ama raketada eman. Shu raketa osmonga chiqaradigan olam kemisida o'tirsak 1 soatda borar ekanmiz Turkiyaga. 1 soatda. Ashta boshqa mushu soatdagi olamda uchish, osmonda uchish sohasidagi texnologiya sohasidami bir cho'ng inqilob, buzish xarakterli cho'ng inqilob deb atayotdi. Shunga bu ajoyib ish endi. Andan keyin buning yana bir ehtimolligi bu raketa osmonga olam kemisidan chiqyotdi. Olam kemisi bir yerdan yana uchadi intayin tez suratda. Endi kelgusi zarur bo'lib qolsa, olam kemisiga bomba qachilab, dunyoniki yashaning xalqiga yerga tashlag'ilib bo'ldi degan gap. Shunga bu narsalar harbiy texnikadami ajoyib yuqori seviyaga chiqaryapti. Ishqilib, hozir Elon Musk boshqarayotgan mushtaq olam shumul, olamni tavritadigan shirkatdan kam deganda 6si bor. Bir odam shu 6 shirkatni mo'ndirib ketyapti. Ajoyib. Bu zot qanday qadam deb hozir shu to'liq muzokara bo'ldigan bo'lib qoldi ancha-muncha. Ishqilib, yaqinqi 3 cho'ng e'lon qilgan narsasi odamni intayin hayron qoldirdi. Dunyoni o'zgartirib yubordi. Bundan keyin tez o'zgarishlar bo'ladi. Shunga bulardan sizlarga ozroq ma'lumot beray deb qoldim. Endi mushtaq narsalarni ko'rgan chog'da eng oldi bilan mening beshimga kelgan ish, men ilm-fan taraqqiyot sho'tsniki qaysi bo'ldig'ida, siz qaysi bo'ldig'ida, Uyg'urlar qaysi bo'ldig'ida hozir ilm-fan sohasiniki. Uyg'ur millati ilm-fan sho'tsniki qaysi bo'ldig'ida. Uyg'ur millati hozir tarixning qaysi davrida yashayotdi.
Uyg'ur millati hozir tarixning qaysi davriga ketyapti degan savollar keladi mening boshimga. Misollarni o'tirib tashlab qo'ysizlarmi o'ylab boqinglar. Men o'zim ilm fan sohasiniki eng oldida turadigan sohada ishlayapman hozir. Amaliyotda men ishlagan SpaceX'niki, Elon Musk'niki SpaceX degan shirkatniki bosh shtabiga intayin yaqin. Bu to'g'riliq masalaga keyin so'zlab beraman. Hamma odam o'ynab baqsaq bo'ldi. Biz hozir nada? Nima ketyapmiz deb o'ynab baqsaq bo'ladi. Men bugungi videoni mushtaq savol bilan oxirlashtiray dedim. Mushtalar bugungi videom tugadi. Ehtimol uzrab ketdi, kechiringlar. Shundaq tirishdim ozroq qilay deb, lekin mazmun bakchiq. Yana bir qismi mazmunlavati, uning vaqtim yo'q. Haqiqatan kirishcha aman bo'linglar. Bugun mush videoni tayyorlayman deb soat 6da qopib tayyor qilishga boshladim. Bugun shanba 6da qopdim o'rnimdan. Siz qanchada qopatsiz? Buni so'rab qo'y. Nurga odamlar deydi, akamniki bir kunlik vaqtda 24 soat emas, undan jiq deb. Agar shanba kuni 6da qopib ish boshlay olsangiz, shanba kuni 9da qopib ish boshlagan odamlarga qaraganda har kunlik umringiz 3 soat uzun bo'ladi. Buni men saqlab qo'yinglar. Meniki men mana shunaqa bir sezgur sababi nima desanglar, men vaqt boshqarish sohasidan tarbiyalangan. Vaqtni qanday paylanishni undan bilaman. Sizlarga deb qo'ydim. Ma'qul amsa, ikkilar qatim kirishga aman bo'linglar. Xayr xo'sh, Allohga omonat.